Mana bizni asosiy migrantlarimiz ko'p Rossiya Federatsiyasida ishlaydi va ularning juda ko'pi yoshlar, to'g'rimi? Rossiya Federatsiyasida hamkasblarimiz ketma-ket diskriminatsion qonunlar qabul qilishyapti. Migrantlarning hammasini ish sharoitini og'irlashtirish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilyapti. Bizga Rossiyani bozori qiziqmas bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni 100 so'm daromad ko'rib 80 so'mni o'ziga qaytarib berishdan bizni migrant nima foyda ko'radi? Ingliz tilini o'rgating. Rossiya bozoridan olib chiqib ketsak bo'ladi. Minimal ingliz tili bilan Germaniyaga ketish mumkin. Masalanda mana shuni bular o'sha loyihani taklif qildi. Mana Yoshlar agentligi Ibrat degan bir sun'iy intellektni ishlatgan holda til o'rgatish programmasi. Yosh boladan boshlab hech til bilmaydigan noldagi odam ham hatto shuni programmada 1-2 haftaning ichida til o'rganishi mumkin-da. Tayyor narsa turibdi. Mana bu yerda yechim turibdi, mana sizlarda imkoniyat turibdi. Nimaga migratsiya agentligi bilan hamkorliginglar yo'q? Bunaqa bosh qovushmasa, agar bizni migrantlarimiz u yerda tahqirlanib yuraveradi. Agar biz mana shunaqa qilib yondoshmasak-chi, na odamlarimizni kambag'allikdan chiqara olamiz, na tahqirlanishni oldini ola olamiz. Vazirlik va agentlik agar yordam berib shu loyihadan to'g'ri unumli foydalansa, biz tezroq maqsadimizga erishamiz degan ma'noda biz bu haqida hukumat rahbariga ham taklif kiritamiz.